Assalomu alaykum. Aziz ahli YouTube, assalomu alaykum. Hammalar ro'za Ramazon bilan muborakbod etaman do'stlar. Yana sizlar bilan mana Ulug'ay yon kunlarida diydorlashtiramiz. Yaxshi joydan yer uchastkamizni obzor qilgani keldik. Buni bir paytlar qo'yganmiz. Bu sotilib ketgandi. Buni olgan odam endi sog'lig'ida, oilasida muammo bo'lib pulini qilib bera olmagan ekan. Mana do'stlar, o'sha xonadonimizni, yer uchastkamizni yana sizlarga takroran qo'yyapmiz. Xudo xolsa insof doirasida ulgurib qoling. Xudo xolsa do'stlar, bu joyimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Uyg'ur mahalla fuqarolar yig'ini To'g'zoq ko'chasi 155-xonadon aka. 112-xonadonimizdan qisman bo'lib yer uchastka sotiladi do'stlar. Xolisiz 5 sotik, xolisiz 4 sotik. Pulingizga qarab, imkoningizga qarab. Endi imkon bo'lsa 5 sotikni olganingiz ma'qul. Xudo xolsa o'zingizlar ko'rib baho bersa, yer joyimizning narxi har bir sotiga $3200 so'rayapmiz do'stlar. Xudo xolsa insof doirasida yana ekrandan pastda raqamlarni qo'yib o'tamiz. Uy egalarini juda ham yaxshi inson, sog'lig'ida muammolari borligi sababli muhtojlikdan, yetishmovchilikdan do'stlar hammada ham xonadonda har xil vaziyat bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar, xudo xolsa mana shu videolarimizni ko'rib, like bosib, kommentariy yozib, shu sotayotgan joyimizga aloqa qilsanglar, xudo xolsa biz sabab bo'lib qolsak, uyli joyli bo'lishingizda sabab bo'lib qolamiz. Kuzatishni davom etamiz. Do'stlar, mana xudo xolasa xat hujjat hammasi ideal, chunki uyimizda hamma shartnoma, ko'chirma, hamma narsasi bor. Xudo xolasa sizga notarius orqali mana shu 5 sotik yerimizni ajratib beradilar. Mana aka, mana akamizning mazalari yo'q do'stlar, o'shaning uchun sog'liqlarida muammo bo'lganligi sababli xudo xolasa shu joylarni sotuvga qo'yamiz do'stlar. Fasad qismi 20 metrdan keng. Mana ariq suvi bor, latoglar qo'yilgan, yozda muntazam doimiy suv oqib turadi. Endi hozir qishdan chiqamiz, endi hozir suv uzilgan, lekin shunday ozgina ichida suv bor, lekin oquv to'xtagan. Mana bu ko'chani shundoq, mana mahallani shundoq, mana bu uylarning orqasida Qorasuv daryosi o'tgan. Mana shu xonadonimizdan ro'parasi Toshkent shahri. Endi biz aynan O'rta-Chirchiq tumani Toshkent shahriga tekis yo'lligi sababli Qo'yliq dehqon bozorini arendasiga olamiz. Shu xonadonimizdan Qo'yliq dehqon bozoriga 23 kilometr, Qorasuv mebelchilar shaharchasi 6 kilometr, O'rta-Chirchiq tuman hokimligi markazimiz 2 kilometr. Fort City 18-19 kilometr. Do'stlar, gaz, suv, svet, internet, mana maktab. Shuna 100 metr yursangiz maktab. Do'stlar, bog'cha, maktab, do'kon deysizmi? Mana bu yerda katta mini market do'konlar, ko'chamiz asfaltligidan oyog'ingiz chang bo'lmasdan, mashinangiz tirq qilmasdan Toshkent shahriga butun 4 tomoningiz qibla. Yangi tushayotgan aeroport rasa bo'lsa 7 kilometr shu xonadonimizdan. Juda ham zo'r. Do'stlar, gaz, suv, svet, internetdan muammo yo'q. Mana shu stabalar bor, hamma sharoitlari bor. Mahalla ahil inoq, juda ham zo'r joylar do'stlar. Kengchilik, Qorasuv daryosi, havosi toza, Toshkent shahridan butun respublikamizdan orzu havas qilgan aka-ukalarimizga insof doirasida 5 sotik xudo xolasa yer joyimizni $3200 dan qo'yamiz do'stlar. Mana atrofda qo'ni-qo'shnilar chiroyli uy-joylar qilib, mazza qilib yashayapti. Ko'chalarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana do'stlar, mana shu ko'rib turgan mana shu inshootlari bilan, mana shu molxonasi bilan sizga kirib ketadi. Xolasiz buzib olasiz, xolasiz mol olib kelib boylab qo'ying, xolasiz uy-joy qurib yashang, xolasiz choyxona quring. Nima qilsangiz bo'ladi. Mahallaning yo'li yuzida, birinchi darajali yo'li yoqasida joylashgan uchastkamiz do'stlar, har qanaqasiga foydalansangiz bo'ladi, xudo xolasa. Mana. Xullas, fasad qismi 20 metrdan ortiq, suv bor, ichimlik suv, vodoprovod ham bor. Xullas, hamma tomonlama juda ham qulay. Mana ko'chalarimizni o'zingiz ko'rib turgandek, mana ko'ryapsizlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. Akamizni sog'liqlarida muammo borligi sababli shunaqangi Ulug'ay yon kunlarda Alloh nasib qilsa do'stlar, ham bir yurtdoshimizga sabab bo'lib qolamiz, mulkli, vatanli, uyli joyi bo'lsa. Yana shu akamizni Alloh nasib qilsa shifo topishida sabab bo'lib qolamiz. Like bosib, uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimizni ulashib qo'ying. Mana do'stlar, hovlimiz, mana shu darvozaxonamiz sizga kiradi. Mana stejkalar qilingan, uzumlar ekilgan, ishkomlar bor do'stlar, juda ham yaxshi. Endi огород ekmagan ekanlar, bedax sepib qo'ygan ekanlar, chunki sog'liqlarida muammo bor do'stlar. Xudo xolasa mana shu joyimiz o'lchab, xat hujjatda o'sha zemlemerni olib kelib, hammasini kakanez o'lchab sizga nomingizga rasmiylashtirib beradi. Taxminan mana shu omborxonamiz to'g'risiga kelib qolsa kerak 5 sotik. Do'stlar, mana uzun ishkomlarimiz. Nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi sizning mulkingiz do'stlar, yer hisobida bo'lyapti. Temir tersagi nima ko'rayotgan bo'lsangiz sizning narsangiz do'stlar. Hech qanaqa bu akamiz juda ham mard, yaxshi inson do'stlar. Dunyoda u yo'q, qo'lishni ol, juda ham yaxshi. Mana
yerimiz bor, omborxona bor, molxona bor. Xullas, mana shu bor ko'rib turganinglar shu. Boriga baraka. Do'stlar, olgan odam xudo xolsa $3200. Nima bo'ladi? Bo'lsa $16000. Yana xudo xolsa savdolash 5 sotiga bo'ladigan bo'lsa $16000. Yana kelishib, talashib, tortishib, savdolashib kelib ko'rsangiz, ma'qul kelsa, baraka qilamiz. Xudo xolsa do'stlar. Mana ko'rsatib o'ting. Do'stlar, olgan odam baraka topadi. Juda ham yaxshi. Chorvachilik, dehqonchilik hamma tomonlama juda ham Toshkent shahri, Nurafshon shahri mana mana shu xonadonimizdan 10 kilometr, Qorasun mebelchilar 6 kilometr, Qo'yliq dehqon bozorimiz 23 kilometr, Fotsiti 19-18 kilometr yo 18,5 kilometr. Do'stlar, juda ham yaxshi. Mana molxonamiz bor, endi buzib tashlab, chiroyli qilib, reja asosida uy-joy qilib, mazza qilib yashash mumkin, do'stlar. Juda ham yaxshi. Toshkent viloyatining markazi. O'rtacha nima deysiz? Mana do'stlar, xudo xolasa mana shu molxonamiz bor, xudo xolasa mana yerimiz unumdor, qo'ni-qo'shni asosiysi akamiz yaxshi inson, olsanglar mazza qilib qo'ni-qo'shni bo'lib, ahil inoqchilikda mazza qilib yashaydigan zo'r joylar, havosi toza. Do'stlar, O'rtacha tuman hokimligi shu xonadonimizdan 2 kilometr. Umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi maqtagan emas, xolisman. Do'stlar, olgan odam baraka topasizlar. Hech ham ziyon qilmaysizlar. Kelajagi bor, yaxshi joylar, ko'chaning yuzi, har qanaqasiga foydalanishingiz mumkin. Choyxona, do'kon. Do'stlar, bemalol uchastka qurib, mazza qilib yashashingiz ham bo'ladi. Juda ham zo'r joylar. Qorasuv daryosi, yangi o'tgan aeroport, O'rtacha tuman hokimligi, Toshkent shahriga masofa, xullas, juda ham zo'r. Like bosib, albatta uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarga shu videolarimizni ulashib qo'yinglar, do'stlar. Zora siz bilan biz sabab bo'lib qolsak, shunaqangi ulug'ayyon oylarda. Mana do'stlar, yana birroq ko'rsatib qo'yaman, ko'chalar asfalt. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlang. Agar sizda ham shunaqangi sotiladigan uy-joy bo'ladimi, ko'chmas mulk bo'ladimi, aloqa etsanglar, bajondir xizmatlarimiz do'stlar. Allohim omonat bo'ling, sog' bo'ling.